tushunmadim. O'yinlarni kim sindirdi? La'nati shulg'ut, yana senmi? Qani bu yoqqa kel. Menga qara, nimaga qo'llarni oynasini sindirasan, ha? Nimaga? Bataringizni eshitchanglar. Senlarni xonaga bir minut qoldirib ketib bo'lmaydi. Qo'shlaringga bit tushirsan shulg'utni. Bitta xonaning oynasi qancha turishini bilasanmi o'zi? Nimaga meni xonamning oynasini sindirasan? Borib Mavlonovning xonasidagi oynani sindirsak bo'lmaydimi? Umuman nima haqqing bor xonani oynasini sindirishga? Kelib sen oynani sindirasanmi? Senga emas, meni xonamning oynasini sindirish. Hozir men seni uzun burningga o'zing nosib qo'yaman. Sen o'zi o'rmonga yurishing kerak, maymun. O'zi menga bu xonani direktor Mavlonov bergan edi. Endi men direktor Mavlonovga nima deb javob beraman? Xonaning oynasini kim sindirdi deb so'rasa, sen javob berasanmi? Kechirasan, men bu uyni egib javob berishim kerak. Yoki men o'rnimga borasanmi? Gapir o'zi o'ldirib tashlayman. Nima meni urmoqchimisan? Undan ko'ra bo'ynimdan uzib bo'g'ib qo'ya qol. La'nat shulg'ut. Ustoz Hamroyev, meni hal O'chira o'zingni, gapirma. Men gapirgan payt pastga qara, tushundingmi? Nimaga yerga qaraysan? Meni ko'zimga tik qarashga qanday jur'at etding? Senga emas, meni ko'zimga tik qarash, pastga qara. Umuman ko'zingni yumib yurmay gapirganda. Tarzan maymun, meni ichingga so'kma, tushundingmi? Ichingga so'kma. Hammasini eshitib turib nima deyotganingni. Xullas ertaga nima qilib bo'lsa ham, xonaning oynasini joyiga qo'yasan, tushundingmi? Bo'lmasam go'shtingizni issiqdan o'tkazib, mana bu shashlikxonaga shashlik qilib topshirayoraman, tushundingmi? Qo'limdan havo narsa keladi. Bo'ldi, ustoz Hamroyev, men to'g'rilab beraman. Qarochi harakatingni qil, qari. Kelib, meni xonamning oynasini sindirasan, sen maymun. Artamning ustida turgan ruchka qayerga ketdi?